Assalomu alaykum ovsinjonlar, xayrli kun hammaga. Men anchadan beri video joylolmadim. O'zim bilan o'zim bo'lib qoldim. Ancha 10 kuncha mazam bo'lmay gripp bo'lib yurdim. Alhamdulillah, hozir ancha yaxshiman. Hammasi o'tib ketdi, Xudoga shukr. Shu munosabat bilan xo'jayinimizni Farg'onaga aylantirishga bordilar. Anchadan bas o'zi boramiz, mana boramiz deb hech nasib qilmay turdi. Bugunga nasib qilgan ekan, borib maza qilib aylanib keldik. Birinchi ochretda hayvonot bog'iga kirdik. Mana shu xamichog'lar, qizlar shunaqangi shirin ekan, michiqlab qo'ygingiz keladi. Ajibda, uch xil rangiligi bor ekan, o'shanisi biram yoqdi menga. Xo'jayinim sizga o'xshirkan deylar. Nihoyatda shirin ekan o'sha hayvonchalar yoqdi. Bitta ilonlar bor ekan, mana jim yotibdi. Mana bu ilon umuman jim yotmas ekan, avvalgi qizlar ko'ryapsizlarmi? Shunday qilib zahrimni kimga sochay deb turibdi. Umuman chiqib ketgunimizcha umuman jim o'tirmadi bu ilon. Bitta ham yana kichkina ilonchalar bor ekan, 4 xilmi 5 xil ilon bor ekan. Har xil sichqonlar, kengurular, короче, zo'r narsalar bor ekan. Niroqda krokodillar ham yotibdi. Jim kabutta o'zini uxlagandek, hozir kimdir kirsa tishlab olaman deb yotibdi-da. Вообще zo'r. Mana bu hayvon nimaligini umuman tushunmadim. Buni kenguru dedilar xo'jayinim, lekin bilmayman, qayerdan qochgan, daradan qochgan kenguruga o'xshadi. Lekin zo'r hayvonot bog'i. Arzongina, kishi boshiga 15 mingdan ekan. Hamma joy akkuratniy, zo'r ekan. Mana bu qushni qaranglar qizlar, tumshug'i shunaqangi uzun, og'zini ochsa katta ochilar ekan. Hayvonlarga kukuruz berish mumkin ekan. Balajonlar kukuruz sotyapti. Ular kukuruz yeyapti. Mana bu maymunlar qaranglar, kukuruzni olyapti, qochyapti. Undan bunga qilib yugurib yuribdi. Вообще zo'r. Mana bu tovusni qaranglar, shunaqa chiroyli, ko'rsaling-chi, ko'zlaring qamashadi. Shunaqa har xil qushlar bor ekanda. Вообще qushlar shunaqa chiroyli ekan, qizlar. Ko'rib subhanalloh deb qoldim. Shunaqangi ajoyibda. Mana bu yerda ona bola tigrlar o'tiribdi. Men bilan Muhammad Solih deb kulishibmiz. Ayasini yonida umuman ketmas ekan, xuddi meni o'g'limdek. Mana bu ayoqda qaranglar, tumshug'ini chiqarib bir nimalar qilyapti. Nima meni video ko'ryapsan deb qarab turibdi. Ikkita oyoqni ikkita xonaga alohida qilib qo'yibdi. Bilmayman, bular urushib qolgan shekilli. Niroqda tigr, yaguarmi? Bitta joyda umuman o'tirolmayapti. Oyog'ini pastga qilib, qo'lini mana bu betonkaga qo'yib olib, baqa yurayapti. Iloji bo'lsa, panjaralar yo'q bo'lsa, maza qilib tashlansa-da bular odamlarga. Afsus, hamma panjaralar berk. Ammo juda ham zo'r hayvonot bog'i ekan. Tinimsiz qorovullar, bunaqalarda eshiklar qulfini tekshirib yurar ekan. Misol biz o'sha yerda bo'lganmiz, ko'z o'ngimizda 2-3 marta kelib, misol hamma shunaqa yirtqich hayvonlarni eshigini tekshirib ketdi. Bu yerda mana bu tigrni balasi o'tiribdi. Shunaqangi shirinchi ekan, buninisi 2 oylik ekan. Endi tishlari chiqib qichyapti ekan. Muhammad Solih ham shundan ushagisi keldi, lekin ushashga ruxsat bermadik. Mana bu yerda tovuqlar ham bor ekan. Tovuqni bilmayman necha xil turi bor ekan, ammo akkuratniy. Endi baribir hayvonda hid bo'ladi, lekin toza yerlari umuman kirmas. Вообще yoqdi menga, maza qilib keldik. Keyin chiqib ketishimizda kapalaklar ko'rgazmasi bor ekan. Erta ham necha xildir kapalaklar bor. Вообще zo'rda, ko'rib ko'zlaring quvnab ketadi. Ichkarida bo'lsa nimadirda, drakonbas, krokodilbas, nomi ham esimdan chiqib qoldi. O'shani skeleti turibdi ekan, katta Muhammad Solih ko'rib, deb qo'rqib yotibdi. Biz bu yerda rosa aylanib, o'rgilib rasmga tushdik. Niroqda ilonlarga o'xshatib qo'yib qo'yibdi haykal, mana ko'ryapsizlarmi? Kabutta haqiqiy ilonga o'xshaydi. Lekin haqiqiy emas, qizlarjonlar, haykal u. Ertan chiqdikda keyin muz saroyiga kirdik. Men uchmoqchi edim muz saroyida, lekin nasib qilmagan ekan, afsus. Odam nihoyatda ham ko'p. 40 minut 1 soatlarda bo'shaydi dedi. Yo'q, shu bilan tushmadik. Chunki o'sha kech bo'lib qoldi. Ham Muhammad Solih uxlamaganiga yig'lashdi boshladi. Keyin ovqatlangan kirdik. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin yana pechonni yeyish uchun kirdik. Erta shunaqangi chiroyli atmosfera, romantik muzikalar qo'yib qo'yibdi. Shunaqa qilib maza qilib biz Farg'onani aylanib keldik.